في رحلة تطوي الدروب بين Birinchi qism Qur'on bilan hamsafar. بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi Allohga hamd sanolar bo'lsin. O'z bandasiga kitob nozil etgan va unda hech bir egrilik qilmagan Allohga hamd bo'lsin. Payg'ambarlarning eng sharaflisi bo'lmish payg'ambarimiz, habibimiz, rahnamomiz va ko'zlarimizning quvonchi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Do'stlarim, habiblarim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Men birodaringiz Fahd al-Kandari hayotimda juda ham ko'p tajriba qilib ko'rdim. Kitoblar o'qidim, bir qancha ulug' kishilar bilan uchrashdim, ko'p safarlarda bo'ldim. Bir kuni otam bilan o'tirib, hayotda kim bo'lishim haqida o'yladim. Yoshligimda hali kim bo'lishim haqida o'ylab ko'rmagan edim. Biror sportchi bo'laymi yo ta'lim sohasiga kirishaymi yoki jamiyatimizda o'z o'rni bo'lgan biror kasb egasi bo'laymi? Subhanalloh. Birgina tanlov meni butun hayotimda baxtli qildi. Undan baraka topdim. Insonlar ichida eng hurmatlisi bo'ldim. Meni bu ne'matlarga erishtirgan birgina qaror bu. Alloh taoloning kitobini yodlashga bo'lgan tanlovimdir. Otam menga aytdilar: "Ey Fahd, sen Qur'on yodlashga qaror qilibsan. Bu qaroring birgina sening hayotingni emas, balki o'zingning ham, bizning ham, oilamizni ham, jamiyatimizning ham hayotini o'zgartiradi. Alloh seni Qur'oni Karimni to'liq yod olishga muvaffaq qilsin." Olamlar Robbi Allohga hamd sanolar bo'lsin. Alloh menga sizlar uchun mana shu 30 qismdan iborat bo'lgan dasturni tayyorlashimga muyassar qildi. Men Qur'on bilan baxtliman va Allohga qasamki, sizlarni ham Alloh uchun yaxshi ko'raman. Bu 30 qism dasturning barchasi Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishga qaratilgan. Agar shu 30 qismli dasturni ko'rib chiqqaningizdan so'ng undan ta'sirlanib Allohning izni bilan Qur'onni yod olsangiz, men va'da beraman. Siz hayotingizda, xonadoningizda, oilangizda va butun yon atrofingizda baxt saodatga erishasiz. Lekin bu va'da men tomonimdan emas. Bu va'da Alloh subhanahu va taolo tomonidan. Qur'onning fazilatlari juda ko'p. Biz mazkur dasturimizda ana shu fazilatlar haqida suhbatlashamiz. Qur'on yodlashda biz uchun juda katta saodat bor. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون." Erkak va ayol kim mu'min holda yaxshi amal qilsa, biz unga yaxshi hayot kechirtiramiz. Bu Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan va'dadir. Solih amal. Bu solih amal qanday? Bu Alloh subhanahu va taoloning kitobini yodlashingizdir. Allohning izni bilan mazkur Qur'on bilan hamsafar dasturimizda siz uchun Qur'on yodlashga ko'maklashadigan amallarni qadamma-qadam o'rgatamiz. Qur'on yodlashda asosiy qoidalar, muhim sir asrorlardan boxabar bo'lasiz.
Biz sizlar bilan Allohning izni ila bir nechta davlatlarga safar uyushtiramiz. Bu safarlarda Qur'on halqalarida ishtirok etamiz. O'zimiz uchun o'rnak namuna bo'ladigan misollarga e'tibor qaratamiz. Qur'onni yod olgan qorilarning malakasi bilan o'rtoqlashamiz, toki Allohning kitobini biz ham yod olaylik. Ammo avval bir muhim savol. Siz Qur'oni Karimni yod olishni orzu qilasizmi? Oramizda kim Allohning kitobini hofizi bo'lishni istamaydi? Oramizda kim dunyoda Qur'on unga hamroh bo'lishini xohlamaydi? Qur'on qabrini nurga to'ldirishni kim istamaydi? Kim Qur'on bilan jannatning oliy darajalariga ko'tarilishini xohlamaydi? Ko'pchiligingiz aytishingiz mumkin. Ey Shayx Fahd, bizning istaklarimiz ko'p, ammo qiyin. Qur'onni yodlash ham yetish qiyin bo'lgan orzulardandir. Men sizlarga aytamanki, ey do'stim, kim shunday degan bo'lsa, albatta bu xatodir. Qur'onni yodlash osondir. Men birodaringiz Fahd Qur'onni yod olganman va buning oson ekanligini bilganman. Bir qancha misollar bor. Agar siz har qanday qoridan so'rasangiz, Qur'onni yodlash qanchalik oson ekanligini aytadi. Alloh taolo o'zining ulug' kitobida shunday deydi: "Dar haqiqat biz Qur'onni zikr uchun oson qildik. Bas, zikr qiluvchi bormi?" Ilohiy haqiqat va voqei tajribadan shu ma'lum bo'ladiki, Qur'onni yod olish juda osondir. Umid qilamanki, hozirdan siz Qur'oni Karimni to'liq yod olishga azm va qaror qilasiz. Qur'on yodlash qiyin degan kishiga quloq solmang. Allohning izni bilan Qur'on bilan hamsafar dasturimizda siz bilan birga safar qilamiz. Siz ham biz bilan Qur'on safariga otlanasiz. Kuvayt aeroporti. Turkiya. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Kim Allohning kitobidan bir harf o'qisa, unga hasana, savob bor. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Turkiya talabalari arab tilini bilishmaydi. Ularga avval Qur'on harflarini tanitish kerak. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Siz mendan ey Fahd, aytchi, yodlashni qachondan boshlay deb so'rashingiz mumkin. Men hozirdan boshlang deb javob beraman. Mening oilam islom dini haqida hech narsa bilishmasdi. Alloh subhanahu va taoloning fazli ila Turkiyaga qilgan Qur'on safarimiz nihoyasiga yetdi. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. Qur'onni qanday yod olgansiz? Uni yodlashda qanday usullardan foydalangansiz? Marokash yo'l orqali, ya'ni yog'och lavhalar bilanmi? Mashalloh. Ustoz sizga yozib berarmidi? Qur'on yodlaganidan so'ng sizlarning xonadoningizda, hayotingizda qanday o'zgarishlar ro'y berdi? Alloh uyimizga baraka, nur yog'dirdi. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Bu yerda mushaf o'quvchisining ro'parasida turishiga ruxsat etilmaydi. Agar biror xato qilib qolsa yoki biror narsa so'ramoqchi bo'lsa, yonidagi o'quvchidan so'raydi. O'quvchi mushafga faqatgina juda ham zarur bo'lgandagina murojaat qiladi.
المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. Tohaning Qur'on bilan hayoti qanday bo'lgan? Allohga hamd va sano bo'lsin. Allohning fazli bilan men Qur'onga muhabbati bor oilada dunyoga keldim. Onam va otam menga har doim Qur'onni kundalik vazifa qilishimni tayinlaganlar. Biz Qur'onga bo'lgan sodiqligimiz, muhabbatimiz tufayli Toha ko'p qiyinchiliklar va sinovlardan so'ng ana shu martabaga erishdi. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Siz Qur'on yodlab Allohning kitobiga yaqin bo'lgan chog'ingizda Alloh subhanahu va taolo bilan o'rtangizda va'da bo'lish qanday go'zal. Mavritaniya. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Biz hozir Mavritaniyadamiz. Bu yer ilgari Shanqiti yurti deb atalgan. أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Ey Qur'onni yod olayotgan qori, siz Alloh subhanahu va taolo huzuridagi maqomingizni his qilishingiz kerak. Misr. Misr. Unga Qur'on Misrda qiroat qilinadi deya ta'rif beriladi. Shuning uchun ham biz Misrga bir necha Qur'on yodlagan namunalar bilan ko'rishishlik uchun tashrif buyurdik. Shayx Ziyo, Yusuf surasidan 92-oyatni o'qib bera olasizmi? لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Men tush ko'ribman. Tushimda Allohning dushmani bilan jang qilyapman ekan. Men ularni yengdim, lekin qo'limda hech qanday qurol yo'q edi. Men namozlarimda Allohdan ko'zimni qaytarib berishini hech qachon so'ramayman. Alloh taolo ko'z nuringni qaytarishni so'ramaysanmi? Nega? Shoyat qiyomat kunida Alloh huzurida turganimda menga hujjat bo'lsin va azobdan bir qismini yengillatsin. Men uning oldida yuragim to'la qo'rquv ila turgan paytimda u mendan so'raydi: Qur'on bilan nima qilding? Shay Ahmad tug'ilganidan beri autizm kasalligiga chalingan. Lekin shunga qaramasdan u Qur'onni to'liq yod olgan. Haj surasini oxirgi betini o'qigancha: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Shayx Muhammad bir emas, balki ikkita qobiliyati cheklangan. Aqliy qobiliyati va eshitish qobiliyati chegaralangan. Lekin u Qur'onni juda yaxshi ko'radi. Qur'onni yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Nima uchun Qur'on yodlashni xohlaysiz? Qur'on o'qish eng yaxshi narsadir. Qur'onni yodlamoqchi bo'lsangiz yomon do'stlardan chetda bo'lish zarur. Shuningdek, Qur'on yodlashda salbiy, negativ sherikdan ham uzoq bo'lish kerak. Onaxon, bir kunda qanchadan necha oyatdan yodlagansiz? 3 yoki 4 oyatdan. Shu xolosmi? Oz-ozdan doim yodlagan, uzilib ko'p yodlagandan yaxshi-da, shundaymi? Checheniston.
Men hozir Qur'on markazidaman. Bu yerda juda ko'p narsalar bor. Sizlar ham men bilan birga shohid bo'lishingizni istayman. نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوط. Men hozir Chechenistondagi Shayx Zaid nomidagi Qur'oni Karim yodlash bo'yicha go'zal markazga tashrif buyurdim. Bu yerda ajoyib va xush ovozli o'quvchilar bilan birga o'tiribman. Ular orasida Ixvan ismli bir o'quvchi bor. Menga aytishdiki, bu talaba 12 yoshda bo'lib, Qur'oni Karimni to'liq yod olgan. Mashalloh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوط. Qur'on yodlayapsiz ekan. Bu juda ham go'zal ish. Mayli, boshlanishida 1 yoki 2 juz yod olsangiz ham. Tasavvur qiling, agar oldingizga qo'ygan maqsadingizni amalga oshira olsangiz, Qur'onni to'liq yod olgan bo'lasiz. Qur'onni yodlashni xohlaysizmi? Orzuyingiz Qur'on yod olishmi? Men aniq ishonaman. Har qanday insonga Qur'onni yod olishni istaysizmi deb savol berilsa, albatta Allohga qasamki, Qur'onga muhabbatim bor. Uni yodlash orzuyim, lekin qanday? Qurbim yetmaydi, qiyin. Yodlash yo'llarini bilmayapman deb javob beradi. Yodlash yo'llarini men sizlarga aytib beraman. Mana shu 30 ta qismdan iborat dasturda men bilan birga bo'ling. Birorta qismini ham o'tkazib yubormang. Allohning izni bilan men, albatta Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi bilan sizga Qur'on yodlashingizda yordam beraman. Bu ko'rsatuvda sizga ijobiy ta'sir qiladigan va sizni Qur'on yodlashga undaydigan misollarni ko'rishingiz mumkin. Men sizga va'da beraman. Agar biz bilan har bir ko'rsatuvni ko'rsangiz va Alloh subhanahu va taologa ixlos bilan niyat qilsangiz, tez orada Qur'oni Karimni yod olasiz. وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا